Abi çok iyi ya. Ford qachon qurilgan ya qizig'i? Men hayronman bu savolga. Akalar ko'rsatmalarga yuboraysiz. Tam yamanchimizni to'g'risi tamanchimasiz. Yoshlar sayohat qilgan juda ham ko'p pul ishlatadi deb o'ylashadi. Xo'p. 0 TL olyapti. Ko'ryapsizlar, mana aylanadi. Suv qayerdan tushadi? 5 TL. Lekin ko'chadan sotib oladigan bo'lsalar, ham buni 20 TL ga sotib olasizlar. Shunaqangi sotishyapti, hayron qolasizlar. Bor ustimga Horur diqqat olsak tamam. Jinlarim matisini bilmadim bir şey yo'q. Просто so'kinib gapirishim kerak endi. Shalsharan aytganim men qarshimdan dinda topib unaqangi ko'p videoga ola olmadim. Biroq ham farqi yo'q. Hop, akalar, men videoga ola olmay qoldim. Ba'zi bir narsalarni o'z videoga olyaptiman. Ha, videoga olyapti ekan. Men hayron qolgan yagona narsa nima? Yo'q. Aytib ko'rmasizlar. Da, men hayron qolgan ba'zi bir narsa insonlar sayohat qilgan juda ham ko'p pul ishlatadi deb o'ylashadi. Men hozir Antaliyadagi halliga shalolami bor ekan, sharshari bor ekan, o'sha yerga ketdim. Demoqchiman nimani? Sayohat qilgani o'zi aslida unaqangi ko'p pul ketmaydi. Endi menimcha, men o'zim Istanbulda studentman. Bundan tashqari o'zim nariga student kartlarim, boshqa narsalar bor. Mana misol uchun hozir qo'limda normal nariga vizamni Empara kartasi, xullas, mana shunaqangi qancha pul ketyapti? Mana misol uchun Istanbul karti faqat men Istanbulda ishlataman, lekin Antaliyada, Izmirda, Anqarada boshqa joyda ishlatalmayman. Hozir men o'zimni nariga viza kartam bilan uryapman metrolarga, qancha olyapti? Xo'p. 0 TL olyapti. Ko'ryapsizlar, mana aylanadi. 0 TL. Nima desa bo'ladi? Inson o'zi student bo'ladigan bo'lsa, o'zi yashab turgan narsasini o'zi biladigan bo'lsa, menimcha sayohat qilgan unaqangi qo'rqmasa ham bo'laveradi shekilli. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, uni sayohat qilgani qancha pul ketadi deydigan bo'lsa, $1000, $2000 to'da-suda. Yo'q, bo'ldi. $100, $150 ga bilet olasiz, uchasiz, borasiz. Yog'i qancha pul ishlatishingiz sizni o'zingizga bog'liq, menimcha. Chunki men o'zim sayohat qilyapman, shunaqa qilyapman. Endi taksiga to'g'ri majbur bo'ldim, chunki kechasi kechqurun yo'lga chiqqandim. Biletni o'tkazib yuborishni yoqtirmayman, o'shaning uchun majbur bo'ldim ketgan nariga. Riskovat qilib, aeroportda o'zini avtobuslarda ketgani ulgurmadim. Taksimga borib turman, yana qaytib borishim kerak edi. O'shaning uchun menimcha eng zo'r yo'li odam, как положено, qayerda bo'lsa ham o'zi student bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'zida shunaqangi narsalar bo'ladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda O'zbekistonda kartasi bo'lsa ham ursa bo'laveradi bu yerda. Bu biratan yo'l ber. Eyvallah. Xullas, men Shalolaga ketyapman, ya'ni o'zimiz tilda aytadigan bo'lsa sharshara bo'ladi ekan. Ovqat tushxonasi. Xo'p. Ko'chalar quyoshli, soat necha bo'lyapti? Endi 10 o'tyapti. Kun nihoyatda ketdi lekin. Aytib yurmasam ovqat tushib qoldim, majbur bo'ldim. Kamera olishga harakat qildim, lekin imkoni bo'lmadi. Umid qilamanki, kameraga yaxshi chiqyapti, chunki bu tarafdan quyosh tushyapti. Qanaqangi chiqyapti, men o'zim bilmayman. O'shaning uchun menimcha o'zimga qaratib olganim yaxshi shekilli. Xo'p, Antaliyadagi kuni qanaqangi kechyapti? Bugun o'zi ertalab yetib kelgan bo'lsam, hozir endi o'sha sharshara ko'rgan ketyapman. Ayibga yurmaysizlar, unaqangi ko'p videoga ola olmadim. Biroqanga ham farqi yo'q. Xo'p. Umid qilaman o'sha sharshara ham qiziq bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'zim ham ko'rib maza qilaman. Chunki bugun o'zim keldim, so'mkalarim bilan ketyapman aylangani. Qanaqangi bo'lishini lekin bilmayman to'g'risi. Nu hayot bu yerda qiziq, mana shu aytganman, nariga Kaliforniyaga o'xshaydi baribir, vidini beradi atmosferasini. Mana havo juda bo'ldi. Mana bu yerda o'rtada palmalar va yaxshi chiqaryapti degan umiddaman. Men o'zim aski taqib olganman.
Yana qarg'ab netib so'kib yoqmaysiladigan. Hop. Hayot qiziq prospektda. To'g'risi boraman nariga videolarni ko'rdim YouTube'dan, battan Instagramdan, Google Docs'dan ko'ryapman, Map'dan. Yo borgan deb aytishcha bittayam chunki qanaqangi bir kayf g'orlar bor ekanmish, bir nimalar bor ekan deyapti. Men o'zim Antaliyaga Atela bilan kelganligimda mana misol uchun bugun bayram bo'lyapti ekan, to'g'ri o'shaning uchun hozir mendan pul yetmayapti. Lekin mana shu momentdan foydalanib qolmoqchiman. Yetgan taqdirda ham bunaqangi katta pul yetmaydi yo'l kiraga. Men o'zim mana shu public transport bo'ladigan bo'lsa, jamoat transportidan foydalanadigan odamman. Bunaqangi taksida majbur bo'lib qolgan paytimda ishlatishim mumkin. Menimcha hozir yaxshi aylanish kerak. Odam yolg'iz bo'ladimi, boshqasi bilan bo'ladimi endi. Imkoni bo'lsa, o'zingiz yaqin insoningiz bilan aylanganingiz yaxshi. Lekin imkoni yo'q bo'lganligidan keyin majbur bo'lasiz baribir. Aylanmagandan ko'ra o'zingiz bo'lsa ham maza qilib aylanganingiz yaxshi. Kim biladi, balki yaxshi insonlar duchoratasiz, lekin qo'rqmaslik kerak. Men o'zim Antaliyani o'zida aylanmaganman, allanega ketganman, uni maza qilib aylanib yuribman, lekin hayot maza. Shaltaran ketganim men Qarshimdan biyimni topib oldim. Ichkarisiga kirib turamiz hozir. Xo'p. Bizlar uchun nima kerak bo'ladi? Biz uchun bitta suv kerak bo'ladi. Narxlar mana shu. Istanbulda qanaqangi bo'ladigan bo'lsa, bitta ham xuddi mana shu. Kola olaman deydigan bo'lsangiz hozir yo'ldaman, yoqmaydi. Mujit energetik olishim kerak, lekin hop. Kechasi bilan uxlaganam yo'q. Latte sovuqni olamiz. Keyin multivitamin olishimiz bir necha degan bo'lsa, multivitaminga sovuq qahva yaxshi bo'lsa kerak. Yoki bo'lmasam men stabilizatorim barotalyapti menimcha, yoki zaryadim tugayapti. Ikkalasidan bittasi bo'lyapti lekin. Keyin bitta sovuq suv olamiz. Normal mineralga sovuq suv qidirib yuribmiz, bala. Sovuq suv yo'q. Hayronman. Lekin ko'chadan sotib oladigan bo'lsalar, ham buni 20 tillaga sotib olasizlar. Просто so'kinib gapirishim kerak-da endi. 5 tilla. Nadadir olma? Stabilizatorimiz tishi uchun. Merhabalar abla. Okudu kartı. Tamam. Canı joylashib qo'ying. Abla burada şalola varmış. Hı? Şalola. Şu ileride biraz, bir ileride. Sola göreceğim doğru mu? Aynen şu taraftan gir. Evet. Eyvallah ablacığım.
Biz bir nimalar oldi va 10 ga kirishimiz kerakligini aytishdi. Voy billa. Pullarim to'lib ketyapti. Buni so'mkaga joylashim kerak emas. Lekin oldin buni bittasini ichishim kerak. Menimcha ichish kerak, borib ichib boraverish kerak. Xo'p. O'sha tomonga qarab yuradigan bo'lsa, shar-shara keladigan qanchadir vaqtdan keyin, lekin bilmayman qanchadan keyin kelishim to'g'ri. Men kamerani o'chirib qo'ymoqchi edim, lekin bu yerda mandarin matrisini bilmadim, nimadir pishib yotibdi. Vashsha. Havo bo'lsa nihoyatda issiq bo'lyapti. Bizda yoz bor-u, chillamiz qanaqangi keladi, xuddi shunaqangi issiq bor-u. Men bo'lsa o'zim olgan kofeda ichmoqchiman. Nima qilishni bilmagan holatda. Turkiyada bunaqa kofelarni sovutilgani bo'ladi, yozda ichishgani nari ko'pniyroq yaxshi. Tamoman chimasa, to'g'risi tamin chimasa emas. 70 telaga oldim, yaxshi deyishga majburman. Ertalabdan beri mana shu sumkam bilan yuribman. Yo'g'i nariga o'zimizda Satkiyadagi bozorga o'xshab ketib qoldim o'zimga to'g'risi. Merhabalar. Merhabalar. Bitti. Sadece tek. Kendim için. Evet. Öğrencilere ne kadar? Tamam. Cihaza bakabilir miyim? Tamam. Bunun markası. Abi çok iyi ya. Kimlik. Öğrenciler. Bu cihazın markası. Evet. Türkiye'den mi aldın yurt dışı? İstanbul'dan aldım. İstanbul'dan aldın. Evet. Ben burada çok baktım bulamadım o yüzden sordum. Ama İstanbul'da çok var mı? İstanbul'da bundan çok var. Evet. Ama sadece Sirkeci var ya, orası da sokak var, Bir şey diyebilir oralarda. miyim? Evet. Telefonun değil de sadece cihazın fotoğrafını çekebilir miyim? Evet tabii ki. Teşekkür ederim. Dur. Çok pardon. Kusura bakma. Yok. Kimlik. Tamam. Bakar. Öğrenci kartım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. 30 lira. Olmuyor. Çok güzel. O yüzden sordum. Evet. Yanlış anlamadım. Ben de çok beğendim o yüzden. Evet, çok güzel. Ya, sen geldiğinden beri ben bakıyorum dikkatimi çekti. Sirkeci dedin. Evet, İstanbul'da Sirkeci'de, oralarda çok. Oralarda çok. Nima qilamiz? Adashmasam bu yerda yozuvi bor ekan. Buni QR-kodga o'qishimiz kerak ekan. Eyvallah. Hop. 30 TLga qanaqangidir xiyobonga kiramiz, lekin bitta shar-sharani ko'ramiz. Otaturk. Bugun Istanbulda Turkiyada mustaqillik kuni, o'shaning uchun hamma joyda bayram bo'lyapti. Salonlar, restoran, xatirlik, mag'ora, WC. Bizga nima kerak? To'g'riga yuradigan bo'lsa, biz shar-sharaga boramiz ekan, keyin yana to'g'riga yursa, g'orga boramiz ekan. Biz mana shu to'g'riga yuramiz. Lekin bu ko'prik tarafi ham meni diqqatimni chekyapti, to'g'risi. Akalar, bitta ro'moldagi opalar bor ekan, o'shaning uchun o'zimga qaratib olgani majbur bo'ldim. Insonlar noto'g'ri tushunishmasin. Wow. Xo'p, Antaliyadagi xiyobondamiz. Shar-sharaning boshlanishi shu yerdan bo'lishi kerak. Oyog'ida tagiga bunaqa narsalar qo'yish mumkin. Ehtiyot bo'lgan holatda yurish kerak.
kirib ko'ramiz bu yerda nimani ko'rsa bo'lar ekan. Biznes katta ehtimol bilan mana bu yerda sharshara bor. Bu yerda sharshara bor, bu yerda bol insonlar. Biznes to'g'riga ketamiz ekan akalar. Men hozir ko'rgan narsamni sizlar ko'radigan bo'lsalaring, bilmadim ko'rsataldimmi yo'qmi. O'shaning uchun hozir sharsharaga to'g'ri boramiz. Hop. Manimcha shu tarafdan ketaversak kerak, chunki insonlar shu tarafdan kelishyapti. Nima desam bo'ladi? Prosta ajoyib, chunki bu xiyobon tashqarini ko'rlaring qanaqangi sig'idi, lekin ichkariga kiradigan bo'lsalaring, suvda nariga atmosferasi borligimi, ancha salqin ekan bu taraf. Oyog'ida tegib, lekin uni toshli, krossovkam to'g'risi ham ketyapti. Yomg'irlarda yurishingiz juda qiyin bo'ladi deb guvanli baryeri. Sakranmalar yaqin. Bunimiz akalar Antaliyadagi mashhur sharsharaning boshlanishi bu. Hop. Bu yerda ham yeslichoga piknik qilib o'tirsa bo'ladi. Odamlar mana o'zi hamma oilaviy maza qilib o'tirishibdi. Bularda olmaslikka harakat qilaman, chunki endi o'zimizdan misol qiladigan bo'lsa, kimdir to'g'ri tushunadi, kimdir noto'g'ri tushunadi. O'shaning uchun olmagan yaxshi bo'lsa kerak menimcha bularda. Lekin bitta savol qiynayapti-da, sharsharaga qayerdan tutsa bo'ladi. Wow. Yo, o yoqdagi insonlar qayerdan borishyapti? Mana bo'ldi. Insonlar bor ekan. Biznes pastdan tushishimiz kerak ekan. Pastdan tushadigan bo'lsa, yerda yo'l bor, katta ehtimol bilan. Men sakrab ketaman, ha? Shunchaki ajoyib. Yoki havo salqinlayapti, yoki bilmadim. Bet o'zicha salqin. Vashshe salqin. Bor. Yo'q. Umuman borib bir olsak tamam. Boshingga tosh tegadi deb aytdi. Wow. Shunaqangi qilib chiqyapti, borib akalar hayron qolasizlar, bunaqangi qilib suvdan ko'rmaganman. Menimcha inson baribir kelib ko'rish kerak. 30 TLga menimcha arziydi akalar, guvanli baryerlari. Ovozim qanaqangi boryapti, lekin bilmadim. Bu yerda yog'och bor ekan, yog'och qotib ketgan. Tasavvur qilyapsizlarmi buni? Qanaqangi katta daraxt ekan. Voy billah. Mana qaranglar. Bu shunaqangi chiqyapti, umuman atmosfera prosta bomba. Yog'ida tog'lar. Bu yerda tosh tushishi mumkin ekan, juda xavfli deb yozyapti yerda. Yosh borlar yog'isini olib ketyapti. Men o'zim videoga olmoqchiman, lekin o'zimdan ko'ra manzara ko'proq chiroyli ko'rinyapti. Akalar ko'rsatmalar bor ekan bizda. Ovozi ham chiqyapti. 100% ko'rsatadi. Wow.
Hop, tosh tushishim mumkin ekan. Tepada ko'rsatmalar qilmaydi yozib qo'yibdi. Agarda o'zimiznikilar bo'lganligida mana shuni ham xitoyliklarga sotib yuborgan bo'lishardi, garoyni ham. Hadi şöyle gidelim ondan sonra. Hadi gelin. Hop, bizni kameramiz kechmayapti. Bor. Buni yoshini bilmadim, lekin hammasi nimadan tushadigan bo'lsa, men просто interessga harakat qilaman. Har doimgidek. Yo'q, bu tarafda ham sharsharang ko'rsa bo'ladi ekan. Hop. Voy. Bu atmosfera, bu Antaliyada hali odamlar maza qilib dam oladigan joy. Shunaqangi salqin havo kelyapti, men maza qilyapman. Shanorilar bori men ko'rmaganman. Anchadan beri bunaqangi salqin havoda men his qilganim yo'q edi. Istanbulda yomg'ir yog'adigan bo'lsa, keyin his qilishim mumkin bunaqangi salqin havoda. Lekin undan yoqda men o'zim ko'rganim yo'q, bilganim yo'q. Vash menimcha zo'r bo'lsa kerak. Hozir men 0.5x olyapman, o'shancha kichkina bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'z aslida 1x oladigan bo'lsam yoki 2x oladigan bo'lsam, keyin buni kattaligi bilinadi. Lekin bu atmosfera atrofini ro'shanan juda ham chiroyli. Endi bo'lsa tepaga chiqib ko'ramiz. G'orlar bor ekan. O'sha g'orlarga chiqamiz. G'or dahvolasi. Shularda qo'yib qo'yishibdi. Majbur nariga ko'rganligimni olishga majburman. Wow. Просто. Bu tarafdan ham rasmni olgan harakat qilaman. Shunchaki umuman ajoyib bor. Bu g'or qachon qurilgan qizig'i, men hayronman bu savolga. Qancha bu g'or normalniy kattaligida, chunki kichkina bo'lganligida bilinar edi. Eng qizig'i yana davom etyapti. Yo'llari ham juda ham ajoyib. Bosh tegib qoladi. Bunaqangi baland emas kattaligi. Men o'zim tik yuradigan bo'lsam, boshim tegib qoladi. O'shaning uchun odam ehtiyot bo'lish kerak bu yerdan ketayotganligida. No, bu yerda nima bor? Hop. Bu yerda chiroqlarimiz, g'orimiz bityapti, tugayapti menimcha. Eng qizig'i yerdagi toshlar ham boshqacha qilingan. Yo'q, men qiziq g'or tugamayapti. Bu yerda yana g'or bor ekan. O'sha tarafdan boshlansa. Shunchaki ajoyib. Biz bo'lsa g'orda kezishda davom etamiz. Mana akalar. Biz shu tarafdan keldik, hozir bu tarafga qarab ketyapmiz. G'or kichkina. Engishib olib yurishga majburmiz. Da, g'orni qo'yatda kichkina, bu yerda qanaqangi bir zonasi bor ekan, bilmadim, buncha kengroq. Bu haqda biladiganlar bo'lsa yozib ketsin, to'g'risi menda bunaqangi ko'p informatsiya yo'q. Hozir suv mashina g'orni tepasidan tushayotgan bo'ladimi? Yo, mana shunaqangi tasavvur qilyapmanmi desam, akalar mana suv qayerdan tushadi? Suv hozir mana shu tushayotgan joyda tagidaman.
Вообще ajoyib. Akalarimiz hammasiga qilayotgan ekan, yo'qotib mumkin. Oyoqdagi bol, yog'i suv. Tepamdan suv tushyapti ham qizig'i. Kameraga ham telefon ham suv ketdi. Oyoqdagi suv to'xtamagan holatda tushyapti. Shunaqangi suv tushyapti, hayron qolasizlar. Bor ustimga ham suv tushyapti, hatto to'xtagani yo'q suvdan tushdi. Hop, qani biz yo'lda suv to'xtamasdan tushyapti, oyoq tagini qaranglar, sovib ketgan. Oyog'imda qoldi. Voy billahi. Voy. Bunaqangi deb tasavvur qilmagandim to'g'risi. Da, конечно. O'sha tarafga bordi oxiri ekan, chunki uni tepasidan suv tushadi ekan. Suv tushganligidan keyin shu havza ko'lga bo'lib bilmadim qayerga ketadi. Lekin nariga Sharsharaning boshlanishi, Antalyaga borib turib nariga dengizga Quva degan Sharsharaning boshlanishi kerakmi? Endi biz tepaga chiqamiz. To'g'risi, vashshi maza qildim. Chunki anchadan beri bunaqangi maza qilganim yo'q edi. 30 TLga menimcha arzisa kerak men uchun. Bu nafaqat 30 TL, balki 50 TL bo'lganligidan ham arzirdi. Yashirib o'tirmayman. Inson maza qiladi. Dam olgan paytda oilaviy kelib turib piknik qiladi, boshqa narsa qiladi. No maza. Hayot. Boshim qo'l bo'lib ketdi, suv bo'lib ketdi vashshi. To'likka rasmga tushib qo'yadi ekan. Brachga tirik ekan. Qurmayapti bu ham pul beradigan bo'lsa gapiradi, para deydi. Bo'lmasam gapirmasligi aniq. Hop akalar, nima deymiz? Xullas men bu Sharsharaga kelib to'g'risi maza qildim. Insonlarni, qizlarni ko'rib emas, bu prosta. Hop. Shunchaki boshqacha, inson boshqacha emotsiya oladi, hissiyot oladi. Eng zo'ri mana shu menimcha. Normal o'tib olishga kelyapti. Yo'q. Biz ko'chada narxlarda qimmat deb aytamiz, lekin unaqangi qimmatga o'xshamaydi. Второй заход, дубль 2. 120 TL bu qo'lay inson boshqa narsa uchun normal. Chunki restoranda ham xuddi mana shu narx. Yo'q akalar, ichkari salqin ekan. Tashqariga chiqdim, o'zim tashqariga chiqishim bilan havo qanaqangi issiqligini his qilyapman. Umuman tashqarisi. Biz bu tarafdan ichkariga qarab ketgandik. Galata Tower kichkinasiga dedi. Lekin bu soat nimada Antaliyada? Akalar, men maza qildim. Sizlar ham vaqtlaring bo'lganlaringda Antaliyaga kelsalaring, mash'ullar kasaga kelishlaringni men tavsiya qilaman. Chunki bu yetishgan inson, katta inson 50 TL bu pul emasda. Chunki 50 TL bu bizning pulga ham qancha bo'ladi? $1 pul bo'ladi. $1 pulimiz 13 million yilda. O'shaning uchun bu normalmi. Arziydi, keyin maza qilasizlar. Xullas sizlar bilan ali bo'ldi. Umid qilamanki sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar qaysi bir joylari noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, sizlarga yoqmagan bo'lsa, gapirishlaring mumkin. Agar ko'p nuqsonlarim bo'ladigan bo'lsa, kechirishlarini so'rab qolaman. Oz bo'lsa ham like bosib turib, men qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsalaring ham ruxsat ham xursand bo'lardim. Akalar, to'g'risi men maza qildim. Anchadan beri bunaqangi maza qilganim yo'q edi. To'g'ri tashqarisi jicha satkaga o'xshashi mumkin. Bunaqangi toychoqlari bilan, bunaqangi tuyolari bilan